Hazreti Eysa şagirdlariga men dastlabda bularni sizlarga aytmadim, chunki sizlar bilan birga edim. Lekin endi meni avatkuchning yeniga qaytib ketaman. Shundoq bo'lsa-mu, oranglardan hech kim mendan nega ketisiz deb so'rmayotdi. Buning o'rniga sizlarga bularni aytganligim uchun qalbinglar hasrat bilan to'ldi. Mening ketishim sizlarga foydaliq. Ketmasam sizlarga yordamchi kamaydi. Ammo ketsam uni sizlarga avatman. U kelganda bu dunyodagi kishilarni o'zining gunohkor ekanligiga, mening haqqoniyligimga va oxirgi zamondagi savol-so'roqning bo'ldiganligiga qoyil qiladi. Ular gunohkor ekanligiga qoyil bo'ladi. Chunki ular menga e'tiqod qilmadi. Ular mening haqqoniyligimga qoyil bo'ladi. Chunki men haqqoniyman. Hem şuna atamның yeniga qaytishga loyiq turman. Shunda qilib sizlar meni ko'rolmaysizlar. Ular oxirgi zamondagi savol-so'roqning cho'qim bo'ldiganligiga qoyil bo'ladi. Chunki Xudo bu dunyoning hukmdori bo'lgan shaytonni so'roqqa tortdi. Sizlarga aytadigan yana ko'p so'zlarim bor edi. Biroq sizlar uningga bardoshlik berolmaysizlar. Lekin haqiqatga boshlig'uchi muqaddas ruh kelganda sizlarga barliq haqiqatni o'rgatdi. U o'zligidan so'zlamaydi. Aksicha, otam ikkimizning so'zlarini anglagandan keyin so'zlaydi va kelgusida bo'lgan ishlarni sizlarga yetkazadi. U menda bor bo'lganni sizlarga yetkazib, mening ulug'lig'imni ayon qiladi. Atamda bor bo'lganning hammasi ham meningdir. Shuning uchun muqaddas ruh menda bor bo'lganni sizlarga yetkazdi deb aytdi. Oz vaqtdan keyin meni ko'rmaysizlar. Yana bir oz vaqt o'tgandan keyin meni qayta ko'rsizlar. Shogirdlarning ba'zilari bir-biriga bu qandoq gap? U bizga oz vaqtdan keyin meni ko'rmaysizlar. Yana biroz vaqt o'tgandan keyin meni qaytib ko'rsizlar deydi. U yana chunki men otamning yeniga ketaman deydi. Oz vaqtdan keyin degan so'zning ma'nosi zodi nimadi? Uning nimalarni davatqanlarini bilolmadik deyishdi. Hazreti Eysa ularning so'ramoqchi bo'lgan savolini bilib, mundaq dedi. Mening oz vaqtdan keyin meni ko'rmaysizlar. Yana biroz vaqt o'tgandan keyin meni ko'rasizlar deganimning ma'nosini bir-biringlardan so'ravatamsizlar. Bilib qo'yinglarki, sizlar yig'izor qilib qayg'urasizlar. Lekin bu dunyoning odamlari xushal bo'lishib ketadi. Sizlar bo'lsanglar qayg'urasizlar, lekin qayg'ularinglar xushallikqa aylanadi. Ayol tug'utda azoblandi. Chunki uning azob oqibatlik vaqt soati yetib kelgan. Lekin bo'g'i tug'ilib bo'lgandan keyin bir farzandning dunyoga kelganligining xushalligi bilan tortgan azobini unutib qoladi. Shuningga o'xshash, sizlarmi hozir azoblanyapsizlar. Lekin men sizlar bilan qayta ko'rishiman. Shu chaqda qalbinglar xushallikqa cho'midi. Xushalliginglarni hech kim sizlardan tortib olmaydi. Bilib qo'yinglarki, shu vaqt kelganda mendan hech narsa so'rashinglarning hojati yo'q. Chunki mening nomim bilan otamning o'zidan nemini tilasanglar, u shuni beradi. Tilaklaringlarni mening nomim bilan tilaysizlar. Men sizlar uchun otamdan talab qilaman demoqchi emasman. Buning sababi otam o'zimi sizlarni so'yidi. Chunki sizlar meni so'ysizlar va meni otamning avatganligiga ishondinglar. Men otamning yenidan bu dunyoga keldim. Endi bu dunyodan otamning yeniga ketaman. Shogirdlari, endi tamsil keltirmay ochiq aytdingiz. Biz sizning hammani bildiganligingizni endi tushundik. Chunki biz savol so'rmasaqmi, siz ko'nglimiznikini bildikansiz. Buningdan sizning Xudoning yenidan kelganligingizga ishondik deyishdi. Hazreti Eysa ularga, hozir ishondinglar, shundaqmi? Mana shundoq vaqt kelay deb qoldi. Shundaqla kelib qoldiki, hammanglar meni yolg'iz tashlab o'z yo'llaringizga ketisizlar.
Biroq men yolg'iz qolmayman. Chunki otam men bilan birlidir. Bularni sizlarga men orqali omonlik topsin deb aytdim. Bu dunyoning odamlari sizlarni azob oqibatga soladi. Ammo g'ayratlik bo'linglar. Chunki men bu dunyo ustidan g'alaba qildim.